kerak. Hozir videoga olinmasizlar. Nimaga tushasizlar? Tushayroq deydi. Ha, guruhlar keldi. Tarozi nimasiga. Eshitinglar, boshlaymiz, vaqt o'tyapti. Boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vahdahu vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga doim shukrlar bilan boshlaymiz. Payg'ambarimiz alayhisalomga salovatlar bo'lsin. Mana Madina munavvarada davom etyapti. Safarlarimizda ziyoratlar ayniqsa bugun. Shu bugungi kungi ziyoratimizning eng ma'nosi shu Uhuddan iborat ekan. Hozir Uhudga keldik, shu yerda Uhud deyiladi. Shu katta tog' hammasi Uhud tog'i. Demak, dushman kirib kelganda shu tomondan kelgan. Makka tomon. Buraya ishdaymiz-a? Xo'sh, musulmonlar bu tarafdan, Madina tarafdan kirib kelgan, biz kelgan tarafdan. Payg'ambarimiz alayhisalom birinchi aytgan, shaharda turib urushamiz degan, jangda. Kichkina sahobalar ko'nishmasdan biz ham botirimiz chiqishimiz kerak degan gap so'zlar bor. Payg'ambarimiz alayhisalom shunda yo'q deya olmaganda, mayli chiqamiz deb qo'yganda, keyin katta sahobalar yoshlarga sizlar yaxshi chiqmadinglar. Payg'ambarimiz alayhisalom Madinada turib kurashamiz deyotdi. Keyin kirib uzr so'rashuvdi, bo'ldi endi. Farishtalar shimarani bo'lishdi dedi. Payg'ambarimiz alayhisalom Uhudga borib bo'lishdi. Sizlar ham borasizlar endi. Shu yerga kelishdi. Payg'ambarimiz alayhisalom hammani jamlab 700 talab odam, shuning ichida 50 tasini mana tog' ustiga chiqarib qo'ydi. Shu tog'ni kamonchilarning tog'i deyiladi. Kichkina tog'cha turibdi. Ko'rdingmi? Ilgari sal kattaroqdir, balki endi odamlar chiqarib chiqarib shu yerga 50 tasini chiqaribdi. Qarab turasizlar dedi bu yoqdagilarni. Biz yengilsak ham tushmaysizlar. Hatto meni o'tirib qo'ysang tushmaysizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom. Xo'p deyishdi. Birinchi musulmonlar yengish boshlashib qoldi. Birpas turib nargilarning nafsi o'ljagani bo'lib, ulardan anchasi tushib yordi. Bir 11 tasi qoldi, xolos boshqasi tushib yordi. Shunda Xolid ibn Valid deymiz, bularning qo'mondoni edi. Qurayshda bu odam o'sha musulmon masligida ham yengilmagan ekan, musulmonligida ham biror marta yengilmagan. Alloh taolo bergan ekan-da. Shu nima ish qildi? Shu tog'ni orqasini otlilar bilan 40 daqiqada aylanib boradi. Hozir mashinaga aylanadi. Tez tushar odamlar ular. Subhanalloh. Bu sinatodi bu yoqdan kelib qoladimi? Musulmonlar keyin o'rtada qolib ketdilar. Bu yerdan qolib ketdi bergilar. Nargilar otda kelishdi. Shunaqalar bo'lib o'rtada qolib ketishdi. O'lgancha o'lib, Payg'ambarimiz alayhisalom ham yaralanib, tishlari sinib, dubulgalari yelkalarga kirib, yana bir Mus'ab roziyallohu anhu bor, Payg'ambarimiz alayhisalomga nihoyatda o'xshardi, shuni o'ltirishgandi, Muhammadni o'ltirdik deb gap tarqab ketdi. Musulmonlar ham ancha tarvasaga tushib qoldi. Hamma o'z bilan o'raydi. Bu yoqda Abu Bakr roziyallohu, Umar, boshqa Ali ajrab ketishgan. Shu paytda subhanalloh Talha roziyallohu anhu deymiz. Payg'ambarimiz alayhisalom kelib himoya qildi-da, shu darajada bo'ldi. Barmoqlar bittalab uzilib tushdi subhanalloh. Quloqlar uzilib tushdi. To chigonoqgacha ketdi qo'llar. Ikkita qo'ltig'iga qilich tushib olib himoya qilardi. Payg'ambarimiz alayhisalom keyin aytgandek, kim tirik shahidga qaramoqchi bo'lsa Talha qarasin degan. Talha o'zi tirik, o'zidan ilgari a'zolar jannat yuribdi. Subhanalloh. Shunchalik bu oxir Payg'ambarimiz alayhisalomni bir amallab shu yerda bir Allohdan yordam bo'ldi shunday. Bir odam Madinada islomga kira olmay yurardi. Diqqat olib. Hidoyat kelmasa qiyin-a? Lekin shu Uhud kuni shu odam shu yoqqa qarab yurdi-da. Men ham bir islom kelib o'ray deb. Shunda Payg'ambarimiz alayhisalom yo'llariga keldi subhanalloh. Shu yerga kelib shu odam yordam berib qoldi. Bitta ham 2 rakat ham namoz o'qimasdan shu yerga o'tib ketdi. G'usl ham qilmadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyildi xolos. Shu yerga o'tib ketdi, qarang subhanalloh. Payg'ambarimiz alayhisalom shularni qutqarib qo'ydi. Hatto erkaklar qochishni boshlab qo'ygandi musulmonlar. Ayollar yo'ldan chiqib kelishdi, menga qochasizlar. Erkaklar yo'qmi debdi. Ayollar erkaklar qaytarib kelishdi. Shu holatda shunchalik bo'ldiki, janglar endi butun dunyo kunga kun bo'lib ketganday bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalomni olib Qodisga qochdi. Quraysh bu yerda kelib baqirdi: "Ey Muhammad, qo'lingdan hech narsa kelmay qoldi-yu. Toqqa qochib ketding-ku.
Qo'lingdan kelsa tushmaysanmi? Boshqa gaplar o'tib ketdi hatto. Bu yerdagi Hamza roziyallohu anhu bo'lardi, amakilari. Hind degan bir nima Abu Sufyonning ayoli. Qurayshning boshlig'ining ayoli. Shuni amakilari, otalari, aka-ukalari Badr jangida o'tib ketgan edi. Shuni qasam ichgandi. Hamzani meni o'zim qo'limda o'ladi debdi. Biroq Vahshiy degan qul bo'lardi. Shu qulni tayyorlatdi. 80 santimetrlik bir nayzasini xirba deydi arab tilida. Shuni borib shuni o'ltirib bersang dedi, ozod bo'lasan dedi. Bu Vahshiy aytadi, meni ishim faqat Hamza edi, boshqalarga ishim yo'q edi deydi. Hamza shunaqa kurashyapti, meni sori sherit deydi. Asadulloh deyiladi buni, Allohning sheri deb. Shunda kelib meni otganda, kelib yurakka tegdi. Shu yerda shahid bo'lib, buni ishi bo'yicha o'sha nimalarni yorib, qonini yorib, jigarini, o'tini bo'lsin, boshqasini bo'yraklarini olib, bergi nimaga olib kelganda bu chaynadi bergi Hind alamiga. Mana dedi men aka-ukalarimni, amakilarimni, otamni qasdini oldimmi, olmadimmi dedi. O'zi. Subhanalloh, shunaqa ishlar bo'lib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisalom keyinchalik shunday nima bo'ldiki, men bugun sindim dedi. Hamza roziyallohu anhu shunday yaxshi ko'radi, subhanalloh. Birinchidan amakilar edi. Ikkinchidan emizishgan aka-uka edi. Emizishgan. Bir-biriga juda mehribon edi. Qachon qiynaladigan bo'lsa, Quraysh bir marta kelib uramiz deb turgan paytda Hamza kelib turib olgani, ursanglar men uringlar debdi. Bugundan boshlab meni bir tomonim tugat dedi. Bir tomonim hadiy o'zganda tugagan dedi. Bir yonboshim shu Hamza bilan tugadi. Qisqasi shu yerda 70 ta shahidlar bo'ldi, subhanalloh. 70 ta. Hali nimalarda 11 tasi o'lib ketib qoldi, qolib ketganlar. Kamonchilar himoya qilamiz deb. 70 tasi shu yerga ko'mildi. Bular to'ringlarda qabriston ko'rinib turibdi, rishotkalari. Shu rishotkaning ichida demak o'sha 70 ta shahidlarning qabristoni ekan. Bundan bir 400 yil, 500 yil oldin sel keladida nimalarni ochib tashlaydi. Sahobalarni o'limlarini. Qabriston ochilib ketganda shu bugungiday turishgan ekanda, subhanalloh. Bittasi aytadi, Hamzani shunday ki bildim deydi, nimalarga tanidi. Mushkamlarni hid kelyapti, subhanalloh. Shahidlar chirmaydi deydi. Shahidlar faqat mushkamlarni hidi keladi. Shu yerdan turib salom beramiz ali Madinada bergan singari. Assalomu alaykum ya ahlal diyar. Assalomu alaykum ahlal diyar. Minal mu'minin wal muslimin va inna inshaallohu bikum lalahiqun nas'alulloha lana va lakum al-afiyah. Yana tarjimasida aytyapmiz, ey diyorimizda mo'min va musulmondan iborat bo'lganlari, yaqinda bizlar ham shu yerlarga kelib qolamiz. Qaysi qabristonga? Alloh taolo sizlarni bizni xotimamizni ofiyatli qilsin dediga, afulik qilsin dedi. Mayli endi gapirarsak bularda nimasi bir kitobdan ham ko'p narsa to'g'rimi? Bir duo qilamiz endi. Yo Rahman, yo Rahim, yo Karim. Amin. Ey Parvardigoro, o'zingga shukr, mana shu yerlarga kelib biz uchun dars o'qib berdilar-a? Shu darslarni qalbimizga solgin, esdan chiqartirmagin. Borib xonadonlarda bola chaqalarimiz, nevara-chevaralar, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar, o'rtoqlar, birodarlar hammaga yetkazaylik-a. Bundan keyin ham ko'p shu yerlarga kelaylik. Mana sahobalar nechtasini ismlarini aytib qo'ydik. Hamza deyapmiz, Talha deyapmiz, ha? Huzayfa deyapmiz. Shunaqa ismlar qo'yishimiz kerak ekan demak. Mana ismlar sanayapmiz. Abdulloh, Abu Bakrning ismi o'zi Abu Bakr emas. Abu Bakrning ismi qo'yilmaydi. Abu Bakr Abdulloh ismi. Demak shunaqa o'rganishimiz kerak ekan. Ilm ekan bularning hammasi. Alloh taolo shu yerlarda yana jamimizga jam qilsin. Ko'p shu yerlarga kelaylik. Shu shahidlarning darajasida qilsin-a bizga. Payg'ambarimiz alayhisalomdan savol berishdi. Yo Rasululloh, shahidlar siz bilan birga bo'lishadimi dedi. Jannatda. Payg'ambarimiz alayhisalom ajoyib javob berdi. Men shahidlar bilan birga bo'laman dedi. Subhanalloh, biz ham bo'laylik birga. Alloh taolo shu yerlarga nasibamiz qo'shsin. Qayta shu yerlarga kelaylik. Bu dunyoda shu shahidlar bilan birga bo'laylik. Alloh taolo ibodatlarimizni qabul qilsin. Ko'p yaxshilik amallarni qildirsin. O'zi rozi bo'ladigan amallarini Payg'ambarimiz alayhisalomning shafaatlariga loyiq bo'lgan ummatlardan qilsin inshaalloh. Yurtlarimizga tinchlik, omonlik bersin. Qayta so'raymiz, xonadonlarga fayz, barakatlar, qalblarimizga islom iymon nurlarini sochaversin.
bu yerga qayta kelib shu Ramazonlar bo'lsin, yana qaytadan hajlar bo'lsin, katta hajlar birgalashib qilgan bo'laylik. Jannat Firdavslarga guruh bo'lib birgalashib Payg'ambarimiz alayhisolamga erkalangan holatda. Amin. Allohning roziligini olgan bo'laylik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Va sallallohu ta'ala ala xayril xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim. Qani avtobusga kiringlar endi.